Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Jumlamizdan xor aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay. Doim bir biroga o'ralashib yuraman-da. Bir narsalarga aralashib. Kechani u xotinni xolasi o'lib qoldi deng. Oxiraga. Halol opam uydan chiqardi borib. Ertagida anaqada dasturxonda to'sib u yoqda xotinlar, bu yoqda erkaklar. Aslında ambarda olib chiqib rosa yig'ilsa bo'ldi. Oydod bo'ladi, rosa dod deb anaqa erkaklarni bir chaq hammani olib keldi endi. Onasi salovati janoza dedi. Domlani anaqani ambarga olib o'tdi, domlani masalalar qildi. Yana chiqib ketyapti deb abturasi xotinlar dod deb yig'lab. Keyin men ham kirdim, o'ng qo'l tomondan kirib chap yelkamni olib men ham ko'tarishani portovoy mashinagacha bir 50 metr bordi, u yoqqa ko'tarib bordim. Olim tepadan turadi, mana shu deb olimga olib endi bortda opamiz o'zi ichkarida haya to'polon bo'lib ketdi. Qayt deydi, nima bo'ldi ekan desam, o'lik uyda qolibdi deydi-da. O'lik dambaga solmasa janoza o'qib bilyapti. Hali xotirlasa dod desa, kir hamma xotinlar uyga desa, xotinlar uyga ketgandan keyin hali ambarni olib, quruq ambarga xotinlar yig'iladi-yu. Ambarni olib, kirib o'likni olib chiqmasdan olim bilan olib tasharkan deb jiyanimiz bordi. Sekin ambarni bu tomonga olib o'tib qo'ydi-da, domlaning oldiga. Uni ichida o'lik bor, o'lik ichkarida qolib ketibdi. Keyin Lola bam qizi enam deb shunday yig'lab uyga kelsa, o'lik yerda yotgan mashinaga chiqib, enam qolib ketibdi. Desa, Lola endi senga mashi bormi, qizing jin bo'lib qolibdi. Ana uyda enasi ko'zga ko'rinyapti desa, voy davom o'zligini quchoqlab suvlarni urib shunaqa qilsa, men sizlar hazillashmayapman, enam uyda qolib ketibdi. Desa, uyga kelsa, xotinim ikkita opasi kelsa, yerda o'lik yotganmish, desa keyin borib usti yopig'iga oyoqdan nimdek qilsa o'lik ekan. To'xtatish yalang oyoq xotinlarni yugurib to'xtatib yana qaytadan mashinadan ambarda tushirib olib kelib janoza boshqatdan o'qibmiz-da. Ketdi, tarixga yozilib. Domla ham tumalab qoldi, kulib, endi rosa bo'ldi-da bo'lganimizcha. Rosa ish ko'rsatsak qarang.